Yaxshi yetib keldingizmi? Assalomu alaykum. Samarqand viloyatidansiz. Patsient 75-yilsiz. Эрозивный язвенный колит с поражением сигмовидной нисходящей кишки в фазе активного воспаления, ya'ni avj olgan paytida kelibsiz. Qachondan beri bemorsiz? 2019 yazvin nimasi edi? Bu yerda bor yana. Sal yengilroq, keyin yazvinniga o'tdi. 2019 20. Qayerda davolandingiz? 5 yil bo'libdi. 6 yil bo'libdi. emas. 8 yil. Davolangan joylaringizni aytib bering. Областныйda davolandim. Undan oldin faqat qatnab Go'rbanitsada davolandim. Nimaga boryapsiz больницаga? Nima sababdan boryapsiz? Shu boshida qon shilimshiq kelaverdi axlatni o'zida. Go'rbanitsaga borgan paytim. Keyin shu Sanov deganga qatnadim, faqat uyga dori-darmon berardi. Klizma. O'shalarni uyda qildim faqat. Har zamon borib turadim, lekin yaxshi bo'lmadi. Keyin asta-asta o'sha shilimshiq ko'paydi. Oddiy peshobga borganda ham orqadan yelkib o'sha ko'payishni boshladi. Xo'p. Keyin ertalabga tez boraman. Qancha borgan sayin qorin shishayveradi-da, og'riq ko'payaveradi. Qancha ko'p borsangiz qorin shishganday bo'lib og'riq bo'ladi. Keyin o'shami bitta больница yotganingiz shumi? Больницада областныйda ancha yotdim. Anchasi 10 kundan. 10 kundan yiliga yotib turdim. 2 yildan beri yotmayapman. Nima? 2 yildan beri qanday ahvolda yuribsiz? Selofalka o'sha klizmasini nima svechalarini aytdi, yo'q, foyda qilmam. Ozgina yaxshi bo'laman-u, lekin yaxshi bo'lmadim. Hech qayerga chiqmayman. Voy, maraka. Yaroqsiz bo'lib qolgansiz mehnatga, shundaymi? Og'ir ko'tarsam ham ozroq shu og'riq boshlanadi. Keyin shu tez boraveraman-da. Keyin bir joyga chiqish ham yo'q. Masalan, hozir bu yerga kelishda ham o'zingiz tushunasiz. Tashqariga chiqishingiz necha marta bir sutkada? Hozir ro'zadan keyin ko'payib qoldi. Ro'zada yaxshi edim. Necha marta? Hozir endi 20 martadan ham ziyodroq bo'lyapti. Goh kunlari yaxshi. Videolarimda ko'rib nimalarni tushundingiz? Masalan, qarangda, men savol beryapman, siz mana shu o'ylab javob bering. Men videoyingizdan ko'rib, bu yerda taxminan qancha vaqt yotishimni sezyapman. Masalan, 10 kunmi, 20 kunmi, mana bo'lib davolayman-ku. Bir oy dam oldi, 10 kun davolayman, bir oydan keyin yana mana shunaqa qilib. Shuni bildingizmi o'zingizcha? Bildim. Har bittasini ko'rib boryapman. 2-3 marta yotishingiz mumkin. Har oyda kelib. Lekin bitta narsani aytib qo'yay. Tuzalasiz. Har birini qayta ko'rib boryapman. Albatta tuzalasiz, xudo xolasa. Tushundingizmi? Chunki sizni kasalingiz agarda boshqa kasalga aylanib ketmagan bo'lsa, unisi ham tushundim. Men bu yerda aytayapman-a, televizorda ko'p aytay. Onkologiyaga aylansam, meni kuchim yetmaydi deyapman. Shu onkologiyaga o'tib ketmadimikin deb Innavaga ham apparatga tushdik. Chiqmadi. Olarkan, undan tashqari biopsiya oldi, yo'q, chiqmadi. Unga ham 2021-yil yo'q, chiqmadi. Qo'rqmang dedi. U shu apparatga ko'rsatgan odam aytdi, davolasa bo'ladi. Hech qanday operatsiya qildirmang dedi. Mana stakandagi dori. Mana bu sizning salofalkingiz yoki sulfosalaziningiz. Buning kuchi mana bunday. Bundan. Mana dori kuchlilik qiladi ancha. Lekin naryoqqa o'tolmaydi. Yoki onkologiyani davolashga men onkologik hujayralar davolanmayman-da. Dorimning kuchi yo'q unda. Lekin mana bu kalitni davolanaman. Faqat bu muddatga bog'liq. O'tib ketgan bo'lsa sal uzoqroq, yengilroq bo'lsa bir xillari ko'plari bir oyda, bir kun, 10 kunda chiqib ketyapti. Ko'plari chiqib ketyapti. Har bittasi yozib qo'yapti. 10 kunda chiqding, 20 kunda chiqding, 30 kunda chiqding, 50 kunda chiqding deb. Hujjatlar tashlaganlaringizda ham ko'rib bordim hammasini. Yaxshi unda. Bitta ko'rib qayta. Bu yerda klizma qilinadi. Har kuni 9 kun klizmangiz bor. 9 kun klizmangiz bor. Klizmani ayolim qiladi. O'zi hamma muomala, nimalaringiz, hangamalaringiz, muomalangiz, ishingiz boyagi yuzasidan hammasiga bu yerda ayollar atrofingizda girdi kapalik bo'laveradi. Men aralashmayman.
Men faqat ishim doringizni tayyorlab berish, har kuni yozilgan hajotingizni tekshirish va o'zingizdan holatingizni so'rab turish. Как obxod keldi deydi-ku, xuddi shu narsa qilinadi. Shuning uchun qolganiga bexavotir, bir bexijolat bu bemalol uyingizda yurgandek bo'lib yuraverasiz. Bu yerda shunday. Hamma atrofingizda ayollarimiz bor, mana kelinlarim bor, bu yerda sanitarkalarim bor, hammasi bor. Shu sizdan xabar olib, nima qilib, hamma ish anaqa nimalaringizda ular orqali menga yetaveradi. O'zingiz xijolat bo'lib aytishga qiynalsangiz. Men ayolimga aytsangiz ham bo'ldi, men ayolim yetkazadi. Tushundingizmi? Lekin uyalmasligingiz kerak. Chunki men erkakni bir chekkaga qo'yib turishingiz kerak edi, men doktor deb hisoblang. Hamma narsangizni boyagi hojat nimasida nima deydi? Hojatga aloqador narsalaringizda, masalan, ering kelyapti, qon kelyapti, mana shularni hammasini ko'rsatishga harakat ko'ring, faqirga yozilib. O'zgarishlarini men bilib yuray. Garshotka bo'lsam juda ko'p bo'ladi-da, shilib. Ertalabkisi kerak menga, azondagisi. Kecha shu ertalabga juda ko'p. Ertalab nechida turasiz har kuni? Har kun namoz payti turaman. Namoz payti nechi? Men ertaroq turaman, chunki siz menga 2 marta savol bersangiz javob bermayman. 4:30 ana barakalloh, 4:30. 4:30da постоянно turaman. Bir xilda. Bir xilda. Tak, 4:30da turayapsiz. 4:30da turaman. Paqirda olib kirib ketyapsiz, ichkariga yozilyapsiz, paqirda olib chiqyapsiz, qopqog'ini yopib qo'yib, hovliga boyagi joyga, tualetning oldasiga yoniga qo'yib qo'yapsiz. Bo'ldi. Sizni qilayotgan ishingiz shu. Azondagisi kerak menga. Keyin teginmaysiz. Arada keyin 7dami, klizmagacha 1-2 soat o'tadi. 7dami, balkim 6dami shunaqa paytda to'g'ri kelib qolishdan oldin siz tualetga borganingizda bu paqirga teginmaysizda, u yoqqa yozilib kelaverasiz. Tushundingizmi? Paqirdagi namuna turishi kerak har kun ertalab. Shuni ko'rib turib, men holatingizni bugungi holatingizni bilib olaman, ertangi holatingizni bilaman. O'shanaqa qilib, qanaqa o'zgarib borayotganini men nazorat qilishim kerak. 10 kunning ichida qilingan ishlar qanaqadir prosentga yetsa, masalan 70%gami, 90%gami, men o'zi aytaman, boshqa kelasiz, boshqa kelmaysiz deb. Lekin albatta 50%dan nariga o'ttirishga harakat qilaman. Chunki bu yerdagi dori haqiqatan ham juda kuchli narsa. Agar ko'rgan bo'lsangiz, har bitta videoni odamlar o'zi aytadi. Men gapirmayman. Qayta ko'rib boryapman har bir videoni. Ana odamlar o'zi aytganda ham ko'rdingizmi? O'zlari uyda o'tirib gapirganlarini? Bular umidini uzib qo'ygan odamlar edi. Faqat aytdim, telefonlarni qayta siz bilan opam gaplashdi. O'sha mesestrada to'xta, o'zim gaplashib beray u kishi bilan deb opam gaplashib berdi. Bugun sharoit bo'lib kelolmadi. U kishi gaplashib nima qilib berdi. Lekin har bir videongizni qayta ko'rib boryapman. Qo'shimcha kasalliklaringiz yo'qmi? Davleniya, nima deydi, infarkt, insult degan narsalarga o'tmagansiz, bo'ldi. Unisi muhim. Chunki dorilarimiz salgina davleniyani baland qilib, 5-10 baland ushlab turiladi-da. Shunga sizdagi boyagi nima deydi, o'shanaqa bo'lmaslik kerak. Faqat hozir kelishda picha nima, bu yoqda ob-havosigami, boshim og'riyib. U boshida bo'ladi bu narsa. Bo'ldi. Sitramon mumkin. Sitramon mumkin. Boshqa dorilaringizni to'xtatasiz, hech qaysi doringizni ichmaysiz. Dori ichmayapman. Hamma parhezlarimni amal qilib turasiz. Qo'shimcha bergan narsamizdan boshqa narsa yemaysiz. O'zingiz masalan yashirib ham yemaysiz, oshkor ham yemaysiz. Bergan ovqatimizni yeysiz, bergan faqat shu guruchni unni qaynatib ichaman. Yo'q, normalniy ovqat. Bu yerda ovqat bor. Uyda to'g'ri. Shuning uchun tinkangiz qurib yuribdi-da. O'shaning uchun bizlarda odamni xuddi ana bog'laymiz bundagani. Faqat anaqa sifatliroq, yog'sizroq ovqatni. Bo'ldi shu. Hech qanaqangi bir nima deydi, juda bir bo'tqa bunaqa narsamiz yo'q. Bugun sho'rva qilyapman abitga. Qaynatma sho'rva. Shunaqa. Sog' bo'ling. Qog'ozlaringiz o'zingizda? Telefonda edi-ku. Ha, telefondamidi? Bo'ldi, qo'yaverdim. Yo'q, shunaqa emas. O'qish ko'ruvdilar. Ma'rifat Muqaddasova, 73-yil, Jomboy tuman, Samarqand viloyati. Qarang, men 10 kun, 6-kun keldingiz, bugun 16-kun. 16-aprel 2025-yil. Nospetsifik yarali kolit holati, yarali kolit bilan keldingiz. To'g'rimi gapim? To'g'ri. Hojatga 20 marta boraman bir sutkada. Bu yerda yozgansiz mana. Mana bu har marta masalan 7-aprelda boshlagan bo'lsangiz,
Har bir hojatga borganingizni yozib boring devdim. Mana rahmat yozib kelibsiz. Mana ko'ryapsiz 20 tami, 12 tami. Buyog'i keyin mana asta-sekin kamayib borayotgani. Mana bugungi kunga shu 100 mana suv bilan hisoblasa, kechagi aytmoqchi 3 marta. Kamayibdi. Qon va shilimshiq bor deb yozgansiz. Bu shilimshig'ingiz ozroq bor. Ko'rdim. Qorinda shish bor va og'riq bor deb yozgansiz. Nimadir o'zgardimi? Shish. Shish ketadi deganingiz. Shishlar qoldi. Yonboshga yotishlar yaxshi. Yani qanday bor? Masalan, kelganingizda aytdingiz, Shishik bor edi. yonboshga shish bor dedingiz, yonboshga yotolmayman dedingiz. Yonboshga yotolmasdi. Qancha vaqtdan beri yotolmasdingiz? Ancha yil bo'lib ketdi. Ancha yil bo'lib ketdi. Faqat osmonga qarab yotardim. Tasavvur qilaman, bu tinmay tepaga qarab yotish. Havas qilardim, men ham yonbosh yotsam deb. Mana 10 kun ichida yonbosh yotadigan bo'ldingiz. Og'riqsiz bo'lgani uchun. Qorinda chap tomonda og'riq bor deb yozibsiz. Bormi? Hozir ancha kamaydi. Yo'q hisobi. Yo'q. Har zaman kechga tomon ozgina og'rimasa, yo'q og'riqlar. Qarang, tushkunlik holatiga tushib qolaman degan paytingizda gapirgan gapingiz nimaligini to'g'ri gaplashdik, ancha gaplashdik. Bu tushkunlik degani bir joyga bormay qo'ydim. Men ma'rakaga chiqmay qo'ydim. Mehmondorchilikka bormay qo'ydim. Shu gap siznikimi? Ha? Chiqolmasdim-da. Bu vaziyatdan chiqib ketolmaganingiz hisobiga mana shu kasal bilan endi bo'ldimmi, pishdim, shu kasal bilan chiqib ketaman ekan bu dunyoda ne odam xayol bilan yuradi-da. Mana umidsizga. Jonim, mana bemalol endi asta-sekin men bilan boyagidek qilib bemalol boyaga mehmondorchilikka ham borasiz, to'yda ham o'tirasiz. Faqat oldin aytgan narsalarimni 6 oy davomida to'liq qilib kelsangiz. Bu meva hech qanaqangisi mumkin emas. Xom meva yemaysiz. Pomidor, bodring, tarvuz, qovun, uzum hammasi xom. Og'zingizga olmaysiz. Yegingiz kelsa bironta narsani 4-5 tasini manti qozonga solib, bug'lab olib turib yeysiz. U ham keyin, hozir emas. Ichingiz o'tkaza boshlaydi-da. To'g'ri. Pishgan ovqat yeysiz. Pishgan ovqat nima? Bergan ovqatlarimizga o'xshagan ovqatlar. Bunga osham qo'shilishi mumkin, bunga xamir ovqat qo'shilishi mumkin. Faqat pishgan bo'lsa bo'ldi. Kechagi ilitmani yemang. Muhimi shu. Qoladi-ku. Ertalab yeymiz-a, siz yemaysiz. Yangi ovqat yeyishingiz kerak. Har kuni pishirilgan. Guruch yaxshi narsa. Mana aytdingiz, men faqatgina guruch ichib, suvni ichib yurardim. Bu yerda ko'rdingiz. Guruch o'zi. Ha, bu yerda ovqat berilyapti. Normalniy berilyapti. Soppa-sog' odamga ham orzu-havas qilayotgan ovqat. Shuni chiqarib yeyardim-da, atalaqib. Bu yerda guruchni o'zida. Barakalla. Grechka, guruch, sarda, boyagi kotlet. Kartoshka pyurelar mumkin. Kartoshka pyure mumkin. Kotlet ko'proq yeyishingiz kerak. Tuxum yeyishingiz kerak. Kotlet deganda ichida ozroqgina tovuq go'shti aralashadi, ozroqgina non qo'shiladi. Shuni hisobiga boyagi hazmli taom bo'ladi-da, lekin go'shtsiz bo'lmaydi. Go'sht talabsiz, qat'iy talabsizga go'sht yeng. Qo'y go'shti yeysizmi, mol go'shti yeysizmi farqi yo'q. Muhimi ot go'shtiga o'tib ketmang, til va jaqqa o'tib ketmang, boyagi kalla go'shtga o'tib ketmang. Kalla go'shtdan mumkin emas. Hazm bo'lmayotgan ovqatingiz. Mantlik qilgan bo'lsa, mantini 10 ta yegan bo'lsangiz, avval soq paytida, endi 2 ta, 3 ta bilan qanoat qilib turib ketavering. Mumkin. Chunki mana bu ko'z to'yish kerak. Ko'z o'lgur to'ysa hammasi oson. Muhimi shu. Har kuni har 3 kunda bir klizma qilasiz. Berib beraman dorilarni, o'shani klizma qilib turasiz. Roppa bir oy o'tgandan keyin kelib qolgan ishingizni davom ettirasiz. Ozgina qoldi bir. Maylimi? Shu narsa uyingizda ham o'tib ketishi mumkin. Shuning uchun syomka qilyapman. Pastda mani salkam 99% ga ishimni bitkazib qo'ydim-da. To'g'ri. 1% qolganiga ertaga kelmay qolishingiz mumkin. Shuning uchun syomka qilib olyapman. Chunki sizni hozir xursandchiligingizni bilib o'tiribman. Mana shu yerdan kelib, masalan, bu yerga kelib davolanganingizda ancha o'zgarish berganini ko'rdim. To'g'rimi gapim? To'g'ri. Shuncha Jonboy degan uzoq yurtdan keldingiz. Afsuslanmayapsizmi yo'l bosib kelganingizga? Ha? Yig'lashingiz xafa bo'lishdanmi? Yig'lashingiz xursandchilikdanmi? Xursandchilik. Ha? Xursandchilikda. Oylar shunday yaxshi, bolalari shunday eslab. Ko'p joyga qaratishdi-da. Sog' bo'ling. Allohga shukr. Boshidan kelganingizda aytdim, men qilib bera olaman shuni dedim. To'g'rimi? Eslaysiz?
ha bir o'ylab ko'ramiz, bir harakat ko'ramiz demadim-ku. Qilib beraman dedim. Faqatgina Allohga shukr. sizda kuchli ixlos bo'lsa bo'ldi dedim. Esingizda bo'lsin. Robbimiz chevar. Buning uchun mana shu sizga o'xshagan kasallarni bir og'iz so'raganingiz hech bir qiyinchilik joyi yo'q unga bir. Pashsha chaqqanda ham bilmaydi. Bajarib berish. Mana ko'rdingiz qildim. Shukr. Mehnatimdan rozimisiz? Roziman. Hoji buva, katta rahmat. Xarajatingizga rozimisiz? Roziman. Alloh turganicha Alloh turing. sog' bo'ling, bola chaqangiz baxtiga, xo'jayingiz Sog' baxtiga, bo'ling. ota-onangiz baxtiga. Dadangiz bormi? Borlar mana Ha, ayamlar. sog' bo'lsin. Dadam Sog' bo'lsin baxtingizga. Boshqa aytayotgan gapim yo'q. Qo'shimcha gap aytgan gapingiz bo'lsa mana aytishingiz mumkin. Kamera ishlayapti. Katta rahmat. Allohga shukr, shuncha yordam berdingiz. Boshqalarga ham yordamingiz tegsin. Dunyo turguncha turing. Sog' bo'ling. Rahmat.